9. Mərtlik. Abdori Doktor Erkin Sıdıq. Sizdeki şam, yeni bir şamni yandırğanda özüge hiç qandaq ziyan bolmaydı. İlave. Eğer texi hiç qılmağan bolsınız, tövendeki məzmununu oqub bolğanda Uyghur Project fonduğa iyanı qilishni o'ylashib baqarsiz. Rahmet. Hech qandaq bir kishi boshqalardan olgan bir narsasi uchun shon sharaf qozongan emas. U faqat boshqalarga berganlari uchun shuhrat bilan mukofotlangan. Sobiq Amerika prezidenti Calvin Coolidge. Boshqalarga nisbatan aytganda, bir liderning mardligidan ustun turadigan ovoz yoki uningdan ustun turadigan yaxshi xizmat yo'q. Haqiqiy mardlik qisman vaqtlarda ko'rilib qoladigan ish emas. U yurakning cho'nqur qetidan keladi. Bir liderning turmushining hamma jihatlariga singan bo'ladi. Bir liderning mardligi uning vaqti, puli, talantlari va mol-mulki qatorliqlarning hammasida ifodalanadi. Boshqalar agishishni xohlaydigan unumlik liderlar narsalarni o'z uchun to'plamaydi. Ular narsalarni boshqalarga berish uchun to'playdi. O'zingizda mardlikni yetildirish uchun tuvandagi ishlarni qiling. Birinchi, o'zingizda bor narsalar uchun minnatdor bo'ling. Bir odam o'zida bor bo'lgan narsalarga qanoatlanmaydigan vaqtda uning boshqalarga mardlik qilishi nihoyat tez. Mardlik rozimanlikdan keladigan bo'lib, u hargizmo ko'proq narsani qo'lga keltirib olish maqsadida vujudga kelmaydi. Agar siz ozroq narsalarga rozi bo'lmasangiz, ko'p narsalarga rozi bo'lmaysiz. Agar siz ozroq narsalar bilan mardlik qila olmaydi ekansiz, boy bo'lgan taqdirdami bir damdala o'zgarib qolmaysiz. Ikkinchi, boshqalarni birinchi o'ringa qo'ying. Bir liderning o'lchimi uningga qancha odam xizmat qiladiganligi emas, u qancha odamga xizmat qiladiganligidir. Mardlik boshqalarni birinchi o'ringa qo'yishni talab qiladi. Agar siz shunday qila olsangiz, boshqalarga berish ko'p osonga to'xtaydi. Uchinchi, ko'pga erishish istiqining sizni kontrol qilib olishiga yo'l qo'ymang. Hozir ko'proq narsaga erishish istiqiga qul bo'lib kelayotgan kishilarning soni barg'ansir ko'payib mengayotidi. Yozuvchi Richard Foster mundaq deydi: Boylikqa erishish hozir bizning madaniyatimizdagi kishilarning butun vujudini qoplab olgan bir narsaga aylanib qoldi. Agar biz boylikqa erishsak, biz uni kontrol qila oladigandak his qilamiz. Agar biz uni kontrol qila olsak, u bizga texmi ko'p shodlik elib keladigandek his qilamiz. Amaliyotda bu bir xato tushuncha. Agar siz o'z qalbingizni o'zingiz kontrol qilmoqchi bo'ladi ekansiz, boylik yoki mol-mulkning sizni kontrol qilib olishiga yo'l qo'ymang. 4. Pulga faqat bir boylik manbasi sifatida muomala qiling. Biraylan pulning ishiga kelganda hargiz utquli bo'lmaydiganligini aytgan ekan. Agar siz kuchingizni pul tepishga markazlashtirsangiz, siz materialistik odam bo'lib qolasiz. Agar siz pul tepishga urinib pul topolmasangiz, siz bir yengilguchi bo'lib qolasiz. Agar siz nurg'un pul topsangiz hamda uni saqlasangiz, siz bir pixsiq odam bo'lib qolasiz. Agar siz pul tepib uni xajlavatsangiz, pulni qalaymaqan xajlaydigan odam bo'lib qolasiz. Agar siz pul tepishga hech qanday ko'ngil qo'ymasangiz, siz bir irodasiz odam bo'lib qolasiz. Agar siz nurg'un pul tepib uni o'lgich xajlamay saqlasangiz, siz pulingizni go'rg'a o'zingiz bilan birga elib ketmoqchi bo'lgan bir hamoqat bo'lasiz. Pulning ishida utib chiqishning birdan bir yo'li uni bak ching tutib olmaslik hamda uni ahamiyatlik ishlarga ishlatish jihatda mardlik qilish. Stanley Jones mundaq degan: Pul bir nihoyat esil xizmatchi, ammo u bir qo'rqinchli xo'jayin. Agar u ustunlikka chiqib, siz uning ostiga tushib qoladi ekansiz, siz uning quli bo'lib qolasiz. 5. Boshqalarga berish odatini yetildiring. Men g'oyani reallik aylantirishning sirliq qonuniyati degan maqolamda tunishtirgan Andrew Carnegie mundaq deb yozgan:
Bir bayning hayoti ikki davrni o'z ichiga elishi kerak. Uning biri boyliqni qo'lga keltirish davri, yana biri bo'lsa, uni qayta taqsim qilish davri. Bir mardlik holatini saqlashning birdan-bir usuli boshqalarga vaqt, zehn, pul va boyliq manbasini berishni o'zining bir odati qilish. Agar siz bexillik, ya'ni nafs yomonlikqa qul bo'ladigansiz, boshqalarga liderlik qila olmaysiz.